Siz pul topa olmasdan nolayapsizmi? Sizga pul kerakmi? Biz sizga 40 ming dollar pul beramiz. Faqat evaziga mana shu 10 qo'lingizni bizga soting. Yo'q, 50 ming, 60 ming, 70 ming dollar beramiz. Sotmaysizmi? U sizni boyligingiz. Unda nimaga nolayapsiz? Bugun biz 3 ta viloyatdan 3 ta bemor. Akamiz 2 yildan beri aziyat chekyapti. Mana shu qo'li onkologik kasal bo'lib iringlab ketgan. Hatto bu oyoqda ham bor. Oyoqdan olib bu yerga qo'yishgan orada bir u et yaxshi bo'lmay qolgan. Hozir bu yoqda zudlik bilan chet elga yuborishimiz kerak. Iltimos aziz xalqim. Shu hayotga yaxshi bo'lib qaytishimga yordam beringlar. Uyni ham ayoli ham erkagi. Eng katta farzand 10 yoshmi? Opam qayerda ishlaydi bilasizmi? Siz bilan biz hojatimizni chiqarib ketadigan hojatxonada o'tirib ishlaydi. Qancha olasiz? Kuniga berishgan shunga. Qancha masalan taxminan? 500 ming tushsa 50 ming beraman. Qanaqa dori-darmon tirikchilik bilan yetkazyapsiz? Kunligini boraman. Kunligini? Kunligiga dori olib boraman. Xarajatlar shunaqalar mahallaga yordam berardi. Kunimiz o'tib turibdi hozir. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Jamiyatimizda sizga o'xshagan ayollarning safi kengaysin. Ana, hozir internetda mahrga nima so'raysiz, gelik, u bering, bu bering deb yozibsiz. Mana, hurmatga sazovor ayol. Mana, ayol qandayligini shunaqa ayoldan o'rganinglar. Xalqimizga nima deb murojaat qilgan bo'ladingiz? Xalqimizga shu xo'jayinimga yordam berishlarini so'rardim. 3 ta o'g'lim bor. Shularning kelajak uchun yonimda turishni so'rayman. Aziz vatandoshlar, bu akamizga kamida 40 ming dollar pul qilib yig'ishimiz kerak. Onamni nima qilgan deding, tushunmay qoldim. Onam yuragini asrolmaganim bo'ldi. Mana shlankalar ulab qo'ygan. Bu o'zimizda amaliyot quyonchasi qilib tashlagan mana. Bundan 3 yil oldin onasi o'zini buyragini bergan, 3 yilga bormasa atkaz qilib yuborgan. 30 ming dollardan oshiq pul ketib qolgan. Qarz bo'lib ketgan, hamma yo'qdan kreditlar ham hamma yo'qdan qarz bo'lib ketgan. Otani ham ahvoli og'ir ancha. Yolg'iz ona u yoqqa chopadi, bu yoqqa chopadi. Mana shu qizni yasab qolishlik uchun. Keling aziz vatandoshlar, buni ham bir hikmati bor. Sizlar bilan birgalikda yana bitta harakat qilaylik. Hindiston bilan gaplashdik. Qonun to'g'rilab zudlik bilan qiladigan bo'ldik. Bu ikkinchi oilamiz Navoiydan. Shu u yoq bu yoqqa 25 ming 30 ming ketadi. Chunki qon almashtirish bilan gruppa to'g'ri keladigan qiyin bo'lyapti. Shuni hisobiga. Bo'ldi, diyazga olaveringlar, pochka atkaz bo'ldi dedilar. Shunday hayot bor, ko'zim o'nib o'tib ketdi. Shu yashasin deb bergandim-ku dedim-da. Shunchalik qisqa bo'ladimi dedim. Pochkani ishlab berish shunchalik qisqa bo'ladimi? Oldinga to'ylarni ko'raman degan. Ramazon oyida keling. Mana shu jajjigina qizni yashab qolishida sababchi bo'ldi. 3-oilamiz Namangandan, oila boquvchisi, bolalar hali yosh. Bundan 4 yil oldin avtohalokatga uchragan. Shom vaqtida bir mashinaga urilib ketganda pastlikka tushib ketib, odamlar bexabar bir kun qolib ketgan. Buni topishib, bansaga olib borishgan, bansada sal noto'g'ri harakatlar bilan rentgen qilamiz deb noto'g'ri qimmatib qo'yib, nerv tolalari qisib qolgan. Hozir faqat pazoni shuni operatsiya qilib o'sha paytda qilib qo'yganim, lekin beldan past ishlamaydi. Oila boquvchisi, bolalar yosh. Bular ham qarzga kirib ketib qolgan ancha. Haqiqiy haqdor. Ramazon oyida bersangiz o'tadigan darajadagi haqdor oila. Hozir bu ikki akamizni 45 ming dollarga Germaniyada oyoqqa turg'izib qo'yishi, nervini ochib qo'yishi, pazon o'shiga bir narsadir qo'yar ekan, o'sha garantiyalar bilan bergan. Keling, oila boquvchisi yana hayotga qaytib, o'zi uyiga o'zi erkaklik qilsin. Hozir bitta opamizni o'zi Banisada farrosh bo'lib ishlaydi. Ham eriga qaraydi, ham farzandlariga. Eng katta o'g'li bo'lib qolgan turmush o'rtog'ini oq yuvib oq taraydi. Mana jamiyatimizning, o'zbekning haqiqiy mard ayollari.
internetda qayoqdagi hayosiz yarim yalang'ochlar chiqqanlar u olqishlagandan ko'ra mana shu videoni tarqating. Mana o'zbek ayoli alhamdulillah deb qarshi olyapti har bir kuniga. Ramazon oyining hurmati bilan sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu boshlaganmi yurib ketishiga yordam berishingizni so'rayman. O'zi bosh bo'lishini xohlayman. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, 3 ta viloyatda 3 ta bemor, haqiqiy haqdor, zakotga haqli oilalar. Birinchi o'rinda videoga like bosamiz, kommentariyaga hamma saxovat beshalar cho'laymiz. Chunki siz chorlagan orqali kimdir bitta oilaning pulini men ko'taraman deb kelib qolsa ajo'mas. Biz sababini qiluvchimiz. Umidimiz Allohdan va Allohning rahmatiga oshiq bo'lgan bandalaridan. Mana hozir bemorlarimiz Zangata masjidini bilasizlar mana. Yangi yo'ldan kelaverishdagi o'ng qo'lingizda Zangata masjidga o'tgandan keyin Osiyo market. Shu Osiyo marketda masjidning o'rtasida yo'lak bor. Kirsangiz shu yerda mehmonxona. Bemalol kelasizlar. O'zim 24 soat shu yerda bo'laman. Bugun 12-mart, haftaning payshanba kuni, ertaga 13-mart, juma kuni soat 11 gacha hisobimiz ochildi. Telefonimizni yoqib qo'yaman men hozir, naqd zakot bermoqchi bo'lganlarga. Instagram storiyaga, Telegram kanalimizning silkasini qo'yib qo'yaman. Silkani bosib kirsanglar, bu yerni lokasiyasini to'shni tashlab qo'yamiz. Iltimos, bemorim bor edi. Boshqa vajlar bilan umuman bezovta qilmay turing. Hozir o'chirtim bor. Mana kelib, meni ishdan qo'yapsiz, zakot yig'ib olishimizga xalaqit beryapsiz. O'zim shu yerda bo'laman. Bemalol kelaveringlar. Ertaroq harakat qilsak, ertaroq yapamiz. Namoz vaqtlarida telefonni o'chirib qo'yaman. Undan tashqari mabodo telefon polni o'chgan bo'lsa, biz uddalagan bo'lamiz. Biz jami $110,000 pul yig'ishimiz kerak. Siz bilan biz birgalikda yana uddaladik degan gapni aytishlik Alloh taolo bizga nasib qilsin.